Saodat asri qissalari. Makka. Abu Sufyon Badr uchun musulmonlardan intiqom olmagunicha xushbo'y sepmaslik va xotin bilan yotmaslik to'g'risidagi qasamida davom etardi. Badrda asir tushgan o'g'li Hanzalani yo'lini topib, fidya to'lamasdan qutqardi. Ya'ni Makkaga umra sayohatiga kelgan bir keksa musulmonni ushlab hibs etdi va to o'g'li kelmagunicha uni qamoqda tutib turishini bildirib, masalani shu tariqa hal etdi. Qani endi ushoqcha bo'lsa ham intiqom olishning yo'li topilsa edi. Hech bo'lmasa Badrdan beri davom etib kelayotgan bekorchi hayotiga chek qo'yishni istardi. Keyin shu dardda yurganlardan 200 nafarlik bir kuch to'pladi-da, Madina sari yo'l oldi. Orada 3 milcha masofa qolganida qo'nishdi. Abu Sufyon sheriklarini o'sha yerga qo'yib, yolg'iz o'zi Madinaga jo'nadi. Bani Nazir yahudiylariga keldi. Salom ibn Mishkamni uyida mehmon bo'ldi. Unga izzat ikrom ko'rsatildi. Hamdard edilar. Umumiy dushmanlari xususida gaplashishdi. Abu Sufyon janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Madinadagi holatlari haqida ma'lumot oldi. Bu ma'lumotlar ham uning aftini burishtirdi. To yonayotgan yuragiga suv sepdi. Bir tomondan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Madinada tobora kuchayib borayotganliklarini, islom dini yoyilayotganini eshitib, g'ami va andishasi yanada ortgan bo'lsa, bunga muqobil, ya'ni hamon yahudiylarga ta'sir etisholmaganini, orada dushmanlik har kuni bir odamdan ortib borayotganini bilib, ozmi ko'pmi farahlik tuydi. Zotan yahudiylarning qalblari ham islomiyat bilan isinib qolishidan va bugungi holida ham mag'lub etolmagan dushmanning katta kuchga ega bo'lib olishidan qo'rqardi. Shu kecha sheriklarining oldiga qaytdi. Tongda bir necha kishi Urays degan joyga yubordi. Ular kelib atrofi devorlar bilan o'ralgan bir xurmozorga o't qo'yib yuborishdi. Bog' egasini va o'sha yerdagi kishini o'ldirishdi. So'ngra tez Abu Sufyonning yoniga qaytishdi. Ortiq bu yerda bir soniya qolishning ham imkoni yo'q edi. Intiqom olindi hisob. Darhol harakat amrini berishdi. Xabar yetib borsa, orqalaridan tushilishi aniq edi. Ayni onda ortlaridan hech kim quvlamayotganiga bo'lsa ham yashin tezligida qochib qolishdi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam janobimiz voqeadan xabardor bo'lgan zahotlari Abu Lubobani Madinada vakil qilib qoldirib, yon atroflardagi bor odam bilan izga tushdilar. Lekin Abu Sufyon anchagina yo'l bosib qo'ygan edi. O'y fikr madinaliklar yetib olmasdan burun tezroq haram hududiga kirib olish edi. Ta'qib etuvchilar jadal kelisharkan, bir joyda kimdir hayrat to'la ovozda "Anavi qopga qaranglar" deb yubordi. Yo'l chetida qop ularga g'aroyib bo'lib ko'rindi. Otdan tushib ochib ko'rishdi. Ichida qovurilgan un bor edi. Bunaqa unni savik derdilar. Qo'yinglar uni, ishimizni qilaylik. Ta'qib davom etdi. Sal yurganlardan keyin ikkinchi va uchinchi qoplarga duch kelishdi. Masala anglashildi. Abu Sufyon tuyalar tezroq yursin deb yemakka hozirlangan saviklarni yo'llarda tashlab ketgan edi. Ular yana bir maqsadni, orqadan kelayotganlarni bir muncha muddat qoplar bilan ovora qilishni va o'zlari yanada uzoqlashib olishni ko'zlashgan ko'rinadi. Qarqaratul Qudurgacha ta'qib etib borishdi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtash amrini berdilar. Yetolmagan bo'lsa ham, ammo lekin ularni ko'p qo'rqitishgani aniq edi. Qaytishda ta'qibchilardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, bu yurishimiz biz uchun g'azot o'rniga o'tadimi? Bundan ajr va mukofot olamizmi?" deb so'rab qoldi. "Ha", deb marhamat qildilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Hech bir to'qnashuvsiz kechgan bu ta'qib yo'lda yotgan unlar nomi bilan Saviq g'azoti deb ataldi. Ubay ibn Ka'b ashob orasida Qur'onni eng yaxshi biladiganlardan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hazratlarining taqdirlashlariga sazovor bo'lgan, Qur'on o'rganmoqchi bo'lganlar ustun qo'yishlari lozim sanalgan 4 kishidan biri sifatida ko'rsatilgan edi. Qolgan 3 do'sti Abdulloh ibn Mas'ud, Muoz ibn Jabal va Abu Huzayfaning ozod etilgan quli Salim edilar. Ubay bir kuni masjidda yolg'iz o'zi Alloh rizosi uchun namoz o'qimoqda edi. Chaqirib qolishdi: "Ey Ubay ibn Ka'b!" Bu paytlari hali namozda o'ng so'lga qarash ayb sanalmas edi. Muhim ehtiyoj yuzaga kelsa, ba'zan namozda gaplashishar, hatto salom berilsa alik olishar edi.
Ubay o'zi juda yaxshi taniydigan, hurmat tuyadigan bu ovoz egasiga qayrilib qaradi, ammo namozini buzmadi. Tugatib o'rnidan turdi va ehtirom ila yonlariga bordi. Amringizga muntazirman, ey Allohning rasuli, dedi. Birinchi chaqirig'imni eshitmadingmi? Eshitdim, ey Allohning payg'ambari, lekin namoz o'qiyotgan edim. Ey iymon keltirganlar, Alloh va rasuli sizga beradigan narsalarga chorlaganda ularga ijobat qiling oyatini sen bilmaysanmi, ey Ka'b? Bilaman, yo Rasululloh. Bunday xatoga ikkinchi bor yo'l qo'ymayman. Namoz o'qilayotgan bo'lsa ham agar sarvari anbiyo chorlab qolsalar kechiktirmasdan itoat qilish lozimligini Ubay shu tariqa o'rganib oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazratlari uning namoz o'qiyotganini bila turib chaqirdilarmi? Bunda buyuk bir hikmat borligini u o'ylashi lozim edi. Chunki Alloh taolo nomidan namozga buyurgan va eng buyuk ibodat namoz ekanini ta'lim bergan janobimiz o'zlari yaxshi ko'rgan bir do'stlarini bekordan bekorga chaqirmasdilar axir. Qur'onning eng buyuk surasini bu masjiddan chiqmasdan senga o'rgatishimni xohlarmiding, dedilar Rasuli kibriyo sollallohu alayhi vasallam. Albatta, yo Rasululloh. Janobimiz Ubayning qo'lidan tutdilar. Suhbatlashib masjid eshigi sari boshladilar. Ubay bunday baxtli onning uzoq davom etishini orzu qilganidan odimlarini yanada sekinlatgisi kelardi. Fahri koinot sollallohu alayhi vasallam esa go'yo takliflarni unutgandek edilar. Ubay qarasa masjiddan chiqib ketib qolishadi. Eshikning yonginasiga kelganlarida nozik bir harakat ila sulton anbiyoni to'xtatdi. Masjiddan chiqmasdan Qur'onning eng buyuk surasini ham o'rgatishni va'da qilgan edingiz, ey Allohning rasuli, dedi. Nurli yuzda shu payt mayin tabassum ham taqdirlash alomatlari zohir bo'ldi. Namozda nimani o'qiysan, deb so'radilar. Fotiha surasini o'qiyman, ey Allohning payg'ambari. Qur'onning eng buyuk surasi shudir, ey Ubay. Alloh taolo bu sura kabi shonli bir surani Zaburda ham, Tavrotda ham, Injilda ham, hatto Qur'onda ham nozil etgan emasdir. U har namozda takrorlanishi lozim bo'lgan eng ahamiyatli suradir. Ubayning xursandligini hech bir narsa bilan o'lchab bo'lmasdi. Nabiylar sarvarining sollallohu alayhi vasallam qo'llarini tutib yerda yurayaptimi yoki ko'kda uchayaptimi bilmas darajada ustun bir ma'naviy quvonch, qoniqish va lazzat tuygan, xuddi jannat bog'larida kezayotgandek his etar edi o'zini. Qur'on ichida eng qiymatli sura Fotiha surasi ekanini haqiqati anglashilgani bir shodlik bo'lsa, uni yana shu Qur'onning tablig'iga ma'mur Rasuli Karim sallallohu alayhi vasallam yetkazganlari Ubay uchun qo'sha shodlik bo'ldi. Bundan buyon Ubay namozlarida bu surani o'qiyotganida yo Alloh yo Rasuli kibriyo janobimizning og'izlaridan eshitayotganida o'zini ayricha bir xotiraning ostonalarida ko'rajak va doim o'sha onning xayolila mast bo'lajak edi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani Sa'laba Zu Amr degan joyda to'planayotganini, Madinaga bosqin qilishga tayyorgarlik ko'rishayotganini eshitdilar. Darhol lashkarni yig'ishga buyurdilar. 450 kishi to'plandi. Hazrati Ruqayyaga qarayman deb Badrda ishtirok etolmagan Usmon ibn Affon bu daf'a Madinada qolishga majbur bo'ldi. Janobimiz uni to qaytib kelgunlaricha o'rinlariga vakil qilib tayinladilar. Lashkar qo'zg'aldi. Zu Amarga yaqinlashganida Jabbor ismli kishini tutib olishdi. Jabbor musulmon bo'ldi va mo'minlar lashkarini Bani Sa'laba to'plangan joygacha boshlab bordi. Ammo musulmonlar kelayotgandan xabar topgan odamlar tarqab tog' tepaliklariga chiqib ketishibdi. Hatto baland tepaliklarda yurganlarni ham ko'rinib turardi. Lashkar shu yerda qo'ndi, lekin sel kabi bir yomg'ir yog'ib kiyimlarini shalabbo qilib yubordi. Rasuli akram hech kimning ko'zi tushmaydigan bir yerga o'tib ustlarini yechdilar, yaxshilab siqib yoyib qo'ydilar. So'ngra o'sha atrofga yonboshlab biroz tin ola boshladilar. Saldan keyin uxlab qoldilar. Tepadan kuzatib turganlar g'atafonliklar ichida eng jasur yigitlardan biriga: "Ey Du'sur, senday bir yigitga bunaqa fursat doim ham kelavermaydi", deyishdi. Du'sur javob bermadi. Ammo bu maqtovdan jazavalanib ko'zi va qo'li qilich axtarib qoldi. Bittasini shartta oldi-yu pastga ena boshladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay u shaytoniy bir iljayish bilan payg'ambar Zishonning tepalarida turardi. Hazilakam gapmi? Oyog'i ostida yotgan bu odam lashkar qo'mondoni edi. "Ko'zlaringni och, ko'raylik, ey oshna", dedi istehzo bilan. Rasululloh uyg'onib ketdilar. Shundoq boshlarida ustida
boshlari ustida qo'lda qilich yalang'ochlagan holda bir odam turardi. Shu onda seni mening qo'limdan kim qutqara oladi, dedi u pishillab. Keskin bir tarzda Alloh deb javob qildilar Rasul akram. Allohim meni bu odamning sharridan asra deb iltijo etdilar. Do'sur titrab ketdi, qo'lidan qilichini tushirib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzanib qilichni qo'lga oldilar va o'rinlaridan turdilar va endi mening qo'limdan kim qutqarib oladi dedilar. 2-3 soniya ichida ish bu qadar chappasiga aylanganidan Do'sur dong qotib qoldi. Hozirgina janobimizni yaxshigina tuzoqqa tushirgani amin edi. Qo'lidan chiqarish niyati ham yo'q edi. Bunaqa ishlarda uning rosa tajribali ekanini hamma bilardi, qadrlardi. Bularga qaramay hozir uning o'zi qo'lga tushib o'tiribdi. Meni kechirsang, ikkinchi senga qarshi urushmayman deb rijo qildi. Sultoni Anbiyo janoblari unga islom dinini qabul qilishni taklif qildilar. Do'sur shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Hazrati payg'ambar do'stlarini chaqirdilar, kelishdi, vaziyatni anglatdilar. So'ngra Do'surga izn berildi. Sheriklarning yoniga ketdi. Qilichi yana unga qaytarib berilgan edi. Butun bo'lib o'tgan bu hodisalarni tepadan qiziqib kuzatib turishardi. Maqsadni amalga oshira olmay qaytib kelgan Do'surni malomat bilan qarshilashdi. Hayf senga ey Do'sur, shuni ham eplolmading. Holbuki sendan umidimiz katta edi. Undan ham katta ish qildim deb javob berdi Do'sur. Ha, avval unga qilichingni taslim qilding, keyin bu yoqqa hayoti bag'ishlangan odam kabi qaytib kelding, shumi? Yo yana biron gaping bormi? Albatta bor. Men uning qarshiga chiqib qo'limdan seni kim qutqaradi dedim. U faqat Alloh deb javob berdi. Shu payt haybatli bir odam paydo bo'lib ko'ksimga musht tushirdi. Qo'limdan qilich uchib ketdi. O'zimni o'nglab shunday qarasam, endi qarshimda u turardi. Qo'lida men tushirib yuborgan qilich. Ammo ko'ksimga kim urganini bilmayman. U yerga borganimda yo'q edi. Urgandan keyin ham yo'q bo'lib qoldi. Ko'zingga ko'ringandir-da, deyishdi ishonmay. Mening o'rnimda bo'lganlaringizda sizlar bunday demas edingizlar. Qolaversa men uning dinini qabul qilib keldim. Aqllaringiz bo'lsa unga qarshi chiqish havasidan voz kechinglar. Mening gapim shu, dedi Do'sur. Shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratimiz bu gal ham urush qilmasdan Madinaga qaytib keldilar.